Hoshim Bobo jome masjidi hakkında 3 tane ma'lumotni ega bo'lamiz. Uchinchisini aniq eshitmayapsiz. Videoni oxirigacha check ko'ring. Assalomu alaykum Matiz aka. Bugun salom, xush kelibsiz. Masjidning qurilishine yana bir tashrif buyurdik. Bu masjid qachon boshlandi va bitgandan keyin necha odamga mo'ljallangan? Amir Hoshim Bobo jome masjidi 2025-yil mart oyidan boshlanib qurilish ishlarini boshlab yubordik. Mana shu 10 oy mobaynida shu masjidning binosi, kadroslari, tahoratxonalari bitkazdik. İçki perdazlash, endazlash ishlari ham endi bitish arafasi, oz qoldi. Gumbazimiz bitdi. Xudo xolasa shu masjidimizda bemalol 700 odam ibodat qilish muyassar bo'ladilar. Ikkinchi savolim, bu hozir masjidga moliyaviy bazasi yo'q. Faqat shu ekson Hakikaten şu yildoshlarimiz, tadbirkorlarimiz chetdan ham bizga yordamlar kelib turibdi. Aytganingizdek butun ekson bilan bitkazib turibmiz, xudo xolasa. Oxirgi savol, hozir shu masjidning sho'rinacha taxminan qancha summa mablag' ketgan va buyog'ini ham hali to'liq bitmabdi hali. Masjidimizning qurilishine şu taxminan 2 million arafasida mablag' ketdi. Bundan buyog'ina shu gilamni Samarqandga buyurtma qilib qo'yibmiz. U gilamga ham 20 million so'm pul ketadi. Mana endi avtoturargohimiz ham tosh tashab, avtoturargohni ham shu tayyorlashimiz kerak. Taxminan 250-300 million summa bo'lsa, ishlarimiz inshaalloh yakuniga yetadi. Inshaalloh shu ishga tushgandan keyin shu gilamlarda masjidda qanchadan qancha odam namoz o'qiydi, qanchadan qancha odam Qur'on tilovat etib, inshaalloh bir barakali joy bo'ladi. Hali aytganimdek, shu Allohning uyiga ehson qilish yordam qo'llarini cho'zsalar, ulgurib qolsalar, az qoldi. Shunda ulgurib qolsalar, endi bitish arafasi bu. Shunday ehson qilib, men ham shunday ehson qildim deb bir Allohning uyine bir xursand bo'lib o'tirish shu niyatine yetsinlar.